Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda mutasaddi tashkilotlar hamkorligida sportning ommaviyligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hamda yoshlarni jismoniy tarbiyaga jalb etish maqsadida Talabalar ligasi sport musobaqalarining respublika final bosqichi bo'lib o'tdi. Unda yurtimizning turli hududlaridagi oliy ta'lim muassasalari talabalari shaxmat, badminton va stol tennisi kabi sport turlari bo'yicha o'z mahoratlarini namoyon etishdi. Ushbu bellashuvning shaxmat turi bo'yicha musobaqalar O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida o'tkazildi. Unda barcha hududlardan kelgan 60 nafar iqtidorli talabalar ishtirok etdi. Harakat qilyapmiz ushbu musobaqalarni talabalarimiz uchun sport bayrami bo'lishini, chunki bunday musobaqa talaba hayotida bir marta bo'lishi mumkin. Musobaqalarimizni shaffof, adolatli o'tishi va sportchilarimizni o'z imkoniyatlarini to'la-to'kis namoyish etishlari uchun tashkilotchilar tomonidan barcha chora-tadbirlar ko'rilgan. Shuningdek, Ipak yo'li xalqaro turizm va madaniy meros universitetida o'tkazilgan badminton musobaqalarida 120 nafar talaba g'oliblik uchun kurashdi. Stol tennisi bo'yicha musobaqalar esa Samarqand davlat universitetining sport zalida tashkil etildi. Bu kabi bellashuvlar orqali talabalar o'zaro sog'lom raqobatni his qilishadi. Bu esa ularda intizom, mas'uliyat, jamoaviy ishlash kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan bir qatorda salomatlikni asrash va turli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar ligasi musobaqasini respublika final bosqichi bo'lib o'tyapti. Musobaqa juda ham zo'r. Men o'zim Termiz davlat universiteti nomidan vakil sifatida jamoam bilan keldim. Juda ham o'yinlar juda zo'r tashkillashtirilgan. O'zbekiston Finlandiya pedagogika universitetiga juda katta rahmat aytib qolamiz. Musobaqa so'ngida g'olib bo'lgan ishtirokchilar diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.